Ayollarda hamma gormonlar normal holatda bo'lsa ham homiladorlik kuzatilmasa, yana qanday tekshiruvlardan o'tish kerak? Ayolda gormonlari me'yorida bo'lsa, lekin uning shikoyatlari bo'lsa, baribir biza tekshiramiz. O'zi bepushtlik 1 yil ichida agar homiladorlik kuzatilmasa, birlamchi bepushtlik deb aytiladi. Bu bepushtlikka olib keladigan omillar juda ham ko'p. Agar hozir bu savolingizga kelsak, gormonlari hammasi normada bo'lsa, biz boshqa yana tekshiruvlarni qo'shamiz. Bu truborengen tekshiruvi bo'ladi. Ikkinchisi xo'jayinini tekshirtiramiz, spermogrammalarini, mar testlarini va testosteron, prolaktin, FSG gormonlari tekshiriladi xo'jayinlarda. Va keyingi etapimiz, agar ayolimiz hayot tarzi ko'p stress bo'lsa, kech uxlasalar, tana vaznlari ortiqcha bo'lsa, bunga ham juda ham biz jiddiy qaraymiz hozirgi kunda. Chunki gormonlar normada bo'la turib, yashirin subklinический shikoyatlari, yashirin bir belgilar bo'ladi. Ko'p mana ayollar keladi, ko'ramiz, gormonlari zo'r, yaxshi, prolaktin, TTG, T4, T3 svobodniylari hammasi yaxshi, FSG ham hattoki norma va boshqa gormonlar, lekin biz savol javob qilganimizda afsuski bu gormonga to'g'ri kelmaydi. Shikoyatlari juda ham ko'p bo'ladi. Ko'kriklarini tekshirganimizda ko'krak bezlaridan ajralmalar ajralishi mumkin yoki ko'krak atrofida, qorin sohasida erkaklanib ketgan tuklari ko'payib ketgan bo'ladi. Yoki o'sha bel sohasida semirish natijasida chiziqlar, striyalar deb aytiladi. Bu ham o'sha insulin gormonining oshib ketishi yoki-da qorayishlar qo'ltiq ostida, tizzalarida va bo'yin sohasida qorayishlar va buning natijasida baradavka papillomalar chiqishni boshlaydi. Bu ham esa insulin rezistenslik belgisi hisoblanadi. Biz bitta gormonga qarab, yo'q, siz sog'lomsiz deb ayta olmaymiz. Chunki insoniyat bir butun organizm hisoblanadi. Boshidan to oyog'ining uchigacha biz tekshiruvlardan o'tib va e'tiborli bo'lish kerak. Vrach hech narsani biz o'tkazib yubormasligimiz kerak. Chunki gormonga ishonib qo'yib, ko'p narsani o'tkazib yuborishimiz mumkin. Shuning uchun albatta gormonlar ham kerak, lekin birinchi o'rinda 70-80% ayol bilan suhbatlashganimizda, shikoyatlarni eshitib, tashqi ko'riklik qilib, obyektiv ko'rganimizdan keyin bizga juda ham ko'p ma'lumot beradi. Shuning uchun albatta gormon va savol-javob obyektiv ko'rish kerak. Va keyingi etaplar shunga qarab lecheniya, davo har bir ayolga individual qilamiz.